Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli Paroz aka ukalar. Ko'rishmaganimizga ancha bo'lib ketdi aka ukalar. Xudo xolasa bugun sizlar uchun Qo'rg'ontepa parranda bozoriga tashrif buyurdik. Sizlar uchun chiroyli bomba obzor qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa narxlar ancha arzon ekan. Sizlarga imkon boricha mana shu bozordagi hamma xo'roz makonlarda, dakan xo'roz makonlarda obzorini chiroqlab yetkazib berishga harakat qilamiz. Qolaversa bugun 8-mart onajonlarimizni, opa-singillarimizni bayram bilan tabriklab qolamiz. Hamma xotin-qizlarga doimo sog'lik, salomatlik, boylik, baxtlik hamrohingiz bo'lsin deb tilab qolamiz. Ayollarni kuzatyapmiz aka-ukalar. Unda bo'lsa biz videoni boshlaymiz. Sizlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yib, videomiz rivoji uchun videoga like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda bo'lsa biz videoni boshladik. Mana aka-ukalar bu yerda savdo bo'lyapti ekan. Endi kesib savdo bo'lyapti aka-ukalar. 3 oy makonda 400 mingdan kam bor deyapti. Donasi 400 mingdan kam bor deyapti. Xo'razmi 800 kam bor deyshi. Hozir makonlarga savdo bo'lyapti. Ikkita makon. Aka qancha deyapsiz ekan buni? Qancha beradi? Narxini ayting. Bo'ldi, kelaman. Qancha deyapsiz aka usta? 350 kam bor deydi. Makon ko'ryapsizlar, tiniq qoldi. Foydalandim. Lekin Tog'a qancha deyapsiz ular tog'a? ular 300 mingdan. 300 mingdan kami bor. Endi hisob qilib chiqmayapti endi. Makonlar. Buni rozi bo'lib beraverasiz. O'roz qancha deyapsiz? 1 million. 1 million kam bor degan. Bozor qancha qildi bozor? 500. Bozor 500 kutdi aka-ukalar mana. Qaysi oyda chiqqanini bilmaysizmi tog'a? May. Mayda chiqqan ekan. O'lizga qancha deyapsiz? 500 ming. Bozor qancha qildi? Qaysi oyda chiqqanini bilmaysizmi? Qaysi oy? Aprel. Uchi qancha deyapsiz buni? 220 ming kami bor. Shina cho'jaygan aka-ukalar. Bozor gavjum aka-ukalar, bozorda tuman endi ko'tarilyapti, tuman qo'yib, tuman tushgan. 400 kam bor deyapti aka-ukalar mana. Ko'p qora narsa. Yosh narsa ekan, mana ekan. Mana aka-ukalar. Tiniq narsa ekan aka-ukalar, tikka narsa ekan. 400 ming kam bor deyapti. 350 kam bor deyapti aka-ukalar, mana tulay. Tulay ekan. Bozor qancha berdi tog'a bozor? hali kelgan. Hali bergan yo'q degan. 300 dan deyapsiz kami bor. 300 dan deyapsiz kam bor. Bittasi oq oyoq ekan mana. Oq oyoq, nariga ham Sariq oyoq. Bozor qancha qildi tog'a? bozor 110 mingdan pul berdi, berganim yo'q. 110 mingdan berdi, berganim yo'q degan. Yaxshi. Kelaman. Tana makyollar ekan. 300 ming kam. Qaysi oyda chiqqanini bilmaysizmi aka? Oyi? Bozorda kelganmi? Bozorda kelgan. 300 ming kam bor deyapti. Xo'rozini ayta olingchi aka. 300 ming so'm, yaqini bolaga. 300 ming so'm. Ha, bolaga degan. Makyoncha aka. Makon ham 300 ming bu ham. Polizdagicha aka, polizdagicha. 200 ming so'm kul xo'roz, cho'ja. 200 ming so'm kul xo'roz. Bo'lishi degan cho'ja ekanda. Barakasini bersin, zo'r oldu. Aytgan pulini sotar ekan. Mana aka-ukalar makonlar 400 mingdan ekan, kami bor ekan. Chiroq narsalar ekan. Cho'ja makonlar, tulay makonlar, tulay makonlar ekan. Istam aka bu? Qancha deyapsiz? 800 kam bor. Bozor qancha berdi aka? 300 qildi. Bozor 300 qildi. Qanaqa narsa ekan aka-ukalar? Cho'ja ekan aka? Qaysi oy? Oy. Iyulda deyishyapti. Qancha ekan aka bu? Sizdan? Qancha deyapsiz? 1 million kami. Bozor qancha berdi aka?
Hali bermading. Qaysi oy aka bu? Bilmayman, meniki emas, oshdanmiki. Ha, bilmayman. Yaxshi narsa ekan. Yo'q, yo'q. 800 ming kam bor ekan ukalar mana. Bozor qancha qildi aka bozor? Bozor 500 pul. Bozor 500 pul aka ukalar mana sotilmadi 500. Tuli ekan xolos. Tuli xolos ekan. Ukalar videomizga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar ukalar. Sizlar fikringiz uchun qiziq. Assalomu alaykum tog'am. Kulmakka nech pul ekan tog'a? 500 ming. 500 ming deyapsiz. Bozor qancha qildi tog'a bozor? Bozor qancha qildi? Ha, bozor 200 ming. Bozor 200 sarf qilyapti. Meniki jo'ja. Qanaqa narsa ekan ko'raman. Kulmakon. Ko'pchilik kulmakon so'rashyapti mana. Kulmakon. Mana aka-ukalar qo'rasi 800 ham bor deyapti. Makonda 500 ham bor deyapti. Makon 150 qildi hozir aka ko'rdik. Qop-qora tiniq narsalar. 100 ming ham bor dedi. Makon qancha deyapsiz? Qancha? Makon 700 deyapmiz aka. Qo'rasi-chi? Qo'rasdan 700 deyapmiz. Mochi mana makon. Bu 800 aka. Bu 800 deng. Bozor qancha qildi aka o'zi? Bozor 200, 300 qilyapti. 200 300 sarxilding ya? Uyda ko'p pasmi aka uyda? Bizlar aka. 700 Mana aka-ukalar 800 mingdan kami bor ekan. Sentyabrga cho'jalar ekan. Xo'p, qora narsalar aka-ukalar. Skala aka-ukalar qorasida. Tiniq narsalar. Mana aka-ukalar. Bir million kam bor deyapti orasida. Hop qora narsa. Cho'ja ekan aka-ukalar mana. Qo'lingizdagi nech pul tog'a qo'lingizdagi? Buni ham qo'ying. Qo'ymay qoling, ko'tarib tursiz ham mayli. Qancha bu? Qancha deyapsiz tog'a? 1 million ekan. 1 million kam bor-da bu ham. Qancha ber tog'a? Beryapti har xil. Har xil beryapti bozor. Mana aka 500 ming kam bor ekan cho'ja. Qaysi oilasiz ekan tog'a bu cho'ja? Kechga bu yozda qo'shnilardan tegdaxonni olaman. Voy yaxshi narsa ekan. Bozor qancha qildi tog'a bozor? Bozor 250 qildi aka. Yaxshi narsa. Uyda ko'p pasmi tog'a uyda? Ama zo'r narsa ekan lekin. Mana 1 million kam bor ekan aka-ukalar. Qaysi oy aka bu? May. Bozor qancha qildi? Bozor. Mana aka-ukalar 700 ming kam bor deyapti. Iyulda cho'jasi ekan. Qora narsa. Top qancha ekan? Narx qancha tog'a narxi? 800. 800 Kami bor. 800 ming kam bor ekan. Ukalar mana. Qo'rasi. Tulay qo'raz aka. Tulay qo'raz aka. Ukalar mana qisqalar ekan. Ha, ukalar kul qo'raz aka. Kul chaqish qo'raz mana 1,5 million kam bor deyapti. Kunlarda ko'pchilik yaxshi ko'ryapti, istayapti. Kunni so'raganlarga mana aka cho'ja ekan. Lekin kul rangiga unaqa qiziqmaydi aka, yaxshi ursa bo'ldi. Yaxshi ursa rangini qiziqmaydi. Qancha aka bu? 800 ming. 800 ming kami. Bozor qancha qildi bozor? Bozor endi 350 qilishdi. 350 qilishdi. 150 ham so'rayapti. 150 350 ga. Qop-qora makon aka, ko'raman. Yapon so'raganlar. Yaponlar nech pul ekan tog'a? Yaponlar 100 dan. 100 dan qo'razmi Kami ikkosi? bor. Qo'razmi ikkosi ham makon? Ikkovi ham xo'roz. Ikkovi ham qo'raz ekan. Ha.
keladi ham qo'la. Ha. Yaponga qiziqadiganlarim bor ekan mana aka. Kichkina narsalar. Uni yosh kattaroq, buniki kichikroq. Ha, 20 kunlik. Ha. 1 million kam bor ekan, tuli xo'roz ekan aka mana bolaga. Tuli 1 million kam bor. Mana aka ko'kda ekan, biz ko'kdaga o'xshaydi, kichikroq ekan. 800 ming kam bor deyapti. 1 million deyapmiz. Ha. Tuli xo'roz ekan mana bolaga. 5 kilo 400 ekan kilosi, res. Katta narsa ekan, bilinib turibdi kattaligi. Sizlar telefon qilishsin, mana qilib ko'rsatmasdan. Ha. Nomer aytasizmi? Aytaveramiz. Ayting. Ayting nomer. 97 97 lik. 332 332 0405. 0405. Aloqangizni ko'rasizlar ekan. Arzon. Arzon ekan, arzondan sotar ekan. Zoti zo'r ekan lekin ukalarning katta ves narsalar. Faqat bolaga. Bolaga ekan bolaga faqat. Bilyapti bolaga ekan, tuli narsa ekan. 2 million deyapti ekan ukalar. Mana 2 million kami bor ekan. Bozor qancha qildi aka? Hozir keldim. Hozir keldim. Tuli ekan o'razani. 40 man. Sizlarga imkon boricha mana qo'razni har xil taraflardan olib berishga harakat qilyapman ukalar. Mehnatimizga qadrlagan holda videomizga like bosib qo'yishdi. Kanalimizni rivoji uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar ukalar. Mana ukalar qo'razimiz 2 million kami bor deyishyapti. Mana tikka narsa ekan, mana tik. Mana ukalar. Ha bo'ldi chiqmaysiz aka. Yerda olyapsiz xolos. Mana ukalar 1,5 million kam bor ekan tuli ekan. Ammo yomon cho'q qo'ydi ekan. 5 kilo tepasi narsa ekan. O'zim ham ko'tarib ko'rdim aka ukalar. Katta tiniq narsa ekan. Aka nomer aytmaysizmi? 88 lik 1206. Nechi ustor? 904 1206 ekan. Aloqa chiqarasizlar. Telegramdan yozsa boshqa xo'rozlarning videolarini tashlab berar ekan akamiz. Xo'rozlarda kattalari bor ekan mana aka-ukalar. Tuli ekan aka bu. Ha, tuli ekan. Uyda ham bormi aka cho'jalar har xil sotilmaydimi? Bu bor ekan aka-ukalar, lekin degan xo'roz baqargan akamiz. Mana aka-ukalar. O'zingizdan olingan-da? Ha, mana. O'zim amakim o'g'lidan olingan xo'roz mana aka-ukalar, amakim. Ko'ktoy aka-ukalar. Aprel jo'jasi aka-ukalar mana. O'zimiz ko'rganmiz aka-ukalar. Buni hamtanasidan bor biz uyimizda egalli to'rt pahlavondagi ko'ktoy bor, ashi hamtanasi bo'ladi. Ukasi bo'ladi aka-ukalar. Mana aka-ukalar, bitta obunachimizga, kanalimizga qo'shib qo'ydik, Telegram kanalimizga. Xullas mana shu aka-ukalar shu o'razimiz amakim o'g'lidan chiqqan. Otasi ko'p yutgan ko'rgansizlar. Telegramlarda jangi bor bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Bunday ko'ktoy akasi bo'ladi. Ona boshqa faqat. Lekin buni onasi ham bir paytlar bizda bo'lgan aka-ukalar, sotilgan amakiga. Aka-ukalar bo'lmasa videoni shu yerda yakunlaymiz. Sizlar qilgan mehnatimizni qadrlagan holda videomizga like bosib, kommentariyalar, o'z fikringlarni qoldirishinglarni so'rab qolaman. Qolaversa obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali zo'r videolar, uyimizdan yana boshqa odamlardan videolar hali oldin aka-ukalar xudo xolasa Qo'rg'ontepa parranda bozorida hamma xo'rozlarni dakan makonlarni yoritib berdik aka-ukalar sizlar uchun. Video qilmaganimizga ancha ketdi, Qo'rg'onga chiqmay qo'ydik. Bugun mana chiqib sizlar uchun chiroyli video qildik aka-ukalar. Sizlar videomizga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Buni bizlar. Qolaversa 8-martni hamma onajonlarimizni, opa-singillarimizni tabriklab qolaman. Sog' salomat bo'lishni unutmaysizlar aka-ukalar. Zo'r videolar hali oldindan obuna bo'lib, like bosib, videomizga kommentariya yozib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar aka-ukalar. Xayr, ko'rishguncha.